Mana mahallamiz raisi kecha 4 kungina bo'lgan rais, mana bugun mahalla deputati, mana maktab 22-maktab direktori hammaligisi birgalikda men keldim, chaqirdim, kelishdi mana. Xullas, hurmatli fuqarolar, mana holatni o'zingizlar eshitdinglar. Oldingi mahalla raisiga nisbatan ham qonuniy tartib chora ko'rishni so'rayman, chunki yolg'on ma'lumot berganligi uchun 4 nafar farzandi bor deb. Bundan tashqari mana bu fuqaroni avtomashinasiga mindirgan voyaga yetmagan Sarvar degan fuqaroni onasini uyiga ham bordik hozir mahalla raislari bilan birgalikda. Qayerga borsanglar boraveringlar. Qonuniy tartibda nima chora bo'lsa ko'ringlar deyapti. Iltimos qilib qolaman, yuqori turuvchi tashkilotlar immuniy mana shu narsaga diqqat e'tiboringlarni qaratishinglarni hamda Bo'kat tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limiga xizmat tekshiruv so'rashlaringizni so'rayman. Xizmat tekshiruv ko'rilsin immuniy Bo'kat tumani tergov bo'limiga. Nima uchun endi voyaga yetmagan bo'lib bu yerda bir insonni hayoti ketyapti, bu yerda bir insonni taqdiri ketyapti. Bu ujib ashti nima deydi? Dartmon bo'lib qoldi. Bu dard orttirib qoldi o'ziga. Bu ertaga bu hayotda o'rnini topadigan baquvvat yaxshi yigit ekan bu. Bu dartmon bo'lib qoldi. Voyaga yetmaganda bunda bir odam o'lib ketsa, voyaga yetmaganda unga hech qanday javobgarlik tortilmasligi degan qaysi qonunda, qaysi qarorda ko'rsatib qo'ygan ekan. Xudo xolasa buni yuqori turuvchi tashkilotlar ko'radi, shaxsan Ichki ishlar vazirligi, kerak bo'lsa o'sha O'zbekiston Respublikasi bosh vazirimiz Abdulla Oripov shaxsan o'zlariga bu men videoni yetkaziraman. Xudo xolasa boramiz. O'sha avvalgi safar Ichki ishlar vazirligiga borganimiz, respublikamizga, Gen prokuraturaga borgan videolarimni ham chiqazganman. Xudo xolasa buni ham videosini chiqazaman. Inshaalloh ochiqlik, shaffoflik bor. Tez orada Xudo xolasa qonuniy tartib o'rganib chiqilib, qonuniy tartibda hal bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video efirlarini ko'rishguncha salomat bo'linglar.